Assalomu alaykum hammaga, xayrli kun. Kecha birorga nima bo'ldi deb so'rabsizlar. Stomatida bezovta qildi. Kashi icholmadi, ko'p yig'iladi. O'shanga kecha doktorga olib bordik, bugun ham olib bordik. Stomatologga olib bordik. Biz stomatitini pediatrga olib bordik, loriga olib bordik. Bu ham to'g'ri, bir tarafdan ichlarini to'g'irlaydi. Zamburug' va hokazo hammasini lichina qilib hazm qilishi-yu. Lekin oxiri stomatologga bordik. U tashxis qo'ydi, aftabetnara degan. Uni internetga ham yozsangiz bo'ladi. Shu ani so'skadan, boshqadan ichlari uchun toza deyapti. Noto'g'ri ovqatlanishdan, gigiyenadan, asosan so'skani ushliyligi, bolaga yoqmas ekan, butulkani ushliyligi. O'shanga qizim jim o'tir. Butulkalarni o'zgartirdik, so'skalarni o'zgartirdik. Xudo xolasa endi yaxshi bo'lib ketadi. Og'zini yuvib, chayib turamiz. Tez kunda yaxshi bo'lib ketadi. Mana qizim, salom qilib qo'y.